Mushtaba Xomanayning 5 oy ichidagi ilk videosi tarqaldi. Netanyahu Trampning rejasiga tupurgan holda rad javobini berdi. Rossiya yana Ukrainaning ikkita viloyatiga hujum uyushtirdi. Qurbonlar bor. Eron Hormuz bo'g'ozini ochish uchun AQShga 6 ta shart qo'ydi. Endi esa batafsil. Ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroqqa yetib qoladimi? Umumiy holsizlik va energiya yetishmayaptimi? Tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Unda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Erkaklik quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Rossiya yana Ukrainaning ikkita viloyatiga hujum uyushtirdi. Qurbonlar bor. Rossiya qo'shinlari 9-avgust kuni ertalab Ukraina hududlariga, jumladan Xarkov va Odessa viloyatlariga raketa hamda dronlar bilan zarba berdi. Hujumlar oqibatida 2 kishi halok bo'lib, 29 kishi jarohatlandi. Bu haqda Meduza xabar qilgan. Qayd etilishicha, Xarkovning Saltovskiy tumaniga berilgan raketa zarbasi oqibatida ko'p qavatli turar joy binosi zarar ko'rgan. 50 va 66 yoshli 2 erkak halok bo'lgan. Kamida 21 kishi jarohatlangan. Ularning 11 nafari portlash oqibatida jarohat olgan. 2 kishida is gazdan zaharlanish qayd etilgan. Yana 8 kishi, jumladan 5 yoshli bola kuchli stress holatiga tushgan. Odessa viloyatiga esa o'nlab raketa va dronlar bilan hujum qilingan. Hujum oqibatida infratuzilma obyektlari va turar joy binolari zarar ko'rgan. Odessaning 2 tumanida bir necha uylar shikastlangan va qisman vayron bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Odessada 8 kishi jarohatlangan. Ulardan 7 nafarining ahvoli o'rtacha og'ir. Jabrlanganlarning aksariyati portlash oqibatida sochilgan metall parchalarining tegishi oqibatida jarohatlangan. Mushtaba Xomanayning 5 oy ichidagi ilk videosi tarqaldi. Eronda mamlakat oliy rahbari Mushtaba Xomanayning 5 oy ichidagi ilk videosi e'lon qilindi. Bu haqda RBK xabar qildi. Videoda Mushtaba Xomanayning bir necha kishi qurshovida o'tirgani aks etgan. Tasvir qachon olingani aniqlashtirilmagan. Mushtaba Xomanayning joriy yilning mart oyi boshida otasi Ali Xomanayning AQSh va Isroil zarbalari oqibatida halok bo'lganidan so'ng Eronning oliy rahbari etib tayinlangan. Uning qarorgohiga berilgan havo zarbadan Mushtaba Xomanay ham jarohatlangan va shundan keyin jamoatchilik oldida ko'rinmagan. Avvalroq The Times nashri Isroilning Mossad razvedka xizmati va AQSh markaziy razvedka boshqarmasi Mushtaba Xomanayni izlayotgani, uning tirik yoki tirik emasligini aniqlashga urinayotgani haqida xabar bergandi. Joriy yilning may oyida esa Al Arabiy telekanali Eron hukumat yig'ilishlari koordinatori Mazohir Husayniyga tayanib, Xomanayning havo zarba oqibatida olgan jarohatlari deyarli bitganini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, portlash to'lqini oqibatida Mushtaba Xomanayning tizzasi va belidan jarohat olgan. Qulog'i ortida esa kichik kesik paydo bo'lgan. The New York Times nashri joriy yilning aprel oyida Xomanayning qarorgohga berilgan zarbadan so'ng bir oyog'idan 3 marta operatsiya qilingani va unga protez o'rnatilishi rejalashtirilayotganini yozgan edi. Netanyahu Trampning rejasiga tupurgan holda rad javobini berdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan tuzilgan Tinchlik kengashining G'azo sektoriga oid rejasini rad etdi. Netanyahu bu haqda 9-avgust kuni Isroil hukumati yig'ilishi boshida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Hamas to'liq qurolsizlantirilmagunga qadar Isroil qo'shinlari G'azodan olib chiqilmaydi. Isroil mudofaa armiyasi Hamas qurolsizlantirilmaguncha qo'shinlarni olib chiqmaydi. Hamas qurolsizlantirilishi kerak deganda men og'ir qurollar, yengilroq qurollar, umuman barcha turdagi qurollarni nazarda tutyapman. Gap haqiqiy qurolsizlanish haqida ketmoqda, soxta qurolsizlanish haqida emas. Netanyahuning ta'kidlashicha, Hamas hanuz Isroilga hujum qilish imkoniyatiga ega. Biroq uning aytishicha, guruh so'nggi haftalarda hujum uyushtirmaganining sababi Isroilning javob zarbasi qanchalik kuchli bo'lishini bilishidir. Netanyahu Eron yadro quroliga ega bo'lmaydi. Netanyahu Donald Trampni va AQSh bilan Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik borasidagi tarixiy hamkorlikni yuqori baholashini ham ta'kidladi. Kelishuv bo'ladimi yoki yo'qmi? Men bosh vazir ekanman, Eron yadro quroliga ega bo'lmaydi, dedi Netanyahu. Netanyahu Isroil xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan choralarni ko'rishini va kerak bo'lsa hatto eng yaqin ittifoqchilari bilan kelishmovchilikka borishga ham tayyorligini bildirdi.
Eron Hormuz bo'g'ozini ochish uchun AQShga 6 ta shart qo'ydi. Eron Islom Respublikasi Oliy Milliy Xavfsizlik Kengashi AQShga Hormuz bo'g'ozini ochish shartlarini ma'lum qildi. Bu haqda DV xabar qilgan. Eronning TASSning davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, kengash rahbari Muhammad Boqir Zulqadar Washingtondan bir qator kafolatlar berishni talab qilgan. Unga ko'ra, AQSh Eronga boshqa hech qanday harbiy tahdid qilmasligi kafolatini berishi, mintaqadagi Amerika qo'shinlarini olib chiqishi, Eron portlariga o'rnatilgan dengiz blokadasini bekor qilishi, Eronga qarshi sanksiyalarni olib tashlashi, Eronning muzlatilgan aktivlarini qaytarishi, mamlakatga berilgan harbiy zarbalar uchun tovon to'lashi kerak. Bundan tashqari, Eron Oliy Milliy Xavfsizlik Kengashi Livan, Falastin, Yaman va Iroqdagi Eron ittifoqchilariga qarshi tajovuzni to'xtatishni ham talab qilgan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi esa Hormuz bo'g'ozining ochilishi Eron va Ummon o'rtasidagi muzokaralarga aloqador emasligini bildirib o'tgan. AQSh Eron bilan katta urushga tayyorgarlik ko'rmoqda. VP Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi harbiy harakatlarni kengaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib The Washington Post xabar qildi. Manbalarning ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida Eron zarbalari oqibatida 4 nafar amerikalik harbiy halok bo'lganidan keyin keng ko'lamli operatsiya rejasi muhokama qilinmoqda. Pentagon yanada yirikroq urushni rejalashtirmoqda, deya ma'lum qilgan nashr manbalaridan biri anonimlik sharti bilan. Shu bilan birga Washington Post manbasining so'zlariga ko'ra, yaqin sharqdagi amerikalik harbiylarning havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun raketalari va uzoq masofali o'q dorilari zaxirasi tugab bormoqda. Harbiy infratuzilmaga yetkazilgan zarar tufayli esa resurslarni qayta joylashtirish qiyinlashgan. Uning aytishicha, AQSh quruqlikdagi operatsiya boshlangan taqdirda Eron zarbalarni samarali qaytarishga ham tayyor emas. Bizda operatsiyalarni xavfsiz qo'llab-quvvatlash uchun mablag' va vositalar yetarli emas va Oq uy bundan xabardor deb o'ylamayman, deb ta'kidlangan xabarda.